Hurmatli tinglovchilar, mana bu bemorim 27 yildan beri kelib davolanib turadilar. Bularda reumatoidni polartrit, shunaqaki sanoat ham juda ham nima deydi, o'ziga e'tibor beradigan, juda ham ahamiyat berib, darrov qo'llari shisa, oyoqlari shishi bilan yugurib keladilar. Kelishlari bilan darrov lecheniya olamiz. O'sha zahoti mana ertasidanoq bulardan ishlari qaytib 25 yil ichida deformatsiya, ya'ni o'sha qo'llari, oyoqlari qiyshayib ketishi kerak edi. Lekin bular vaqtida kelganlari uchun, vaqtida davolanib yurganlari uchun hech qanaqa, qo'llaringizni ko'rsating mana. Qiyshaysh ham yo'q, oyoqlarida ham qiyshaysh yo'q, harakatlari ham to'liq. Mani ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Men o'zingiz ham gapirib bering. Siz meni shunaqa qilib davoladingiz. Bo'lmasam ishonmasdim shunaqa bo'lishimga. Men soppa-sog'man, Masrur opamlarni umrlari uzoq bo'lsin, qo'l ko'zlari hech qachon dard ko'rmasin. Men bularni juda ham uzoq yillardan beri Tashmiyda ishlab yurgan paytingizdan taniyman. O'shanda mana 27 yil bo'libdi. 27 yildan beri meni sog'lig'imga shunaqa chiroyli qarab kelayotgan meni qadrdonim Masrur opam ubaylarni minnatdorman. Umrlari uzoq, tanlari sog' bo'lib, ilmlariga Alloh bundan ham ziyod baraka berib, ishlariga kushayish bersin. Kam bo'lmang hech qachon. Men sizni yaxshi ko'raman. Qadrdonimsiz. Polartrit, reumatoidni polartrit deyishadi, reaktivni artrit deyishadi. O'shani o'z vaqtida kelsa, o'z vaqtida davolansa, mana shunaqa effekti bo'ladi. Hatto vaqtida kelmasa, davolanmasa, o'sha ukollarni olmasa, qiyshayib boradi. O'sha qiyshayishini oldini olish uchun, ya'ni o'shani yemirilib ketishini oldini olish uchun, deformatsiya bo'lmasligi uchun o'z vaqtida kelib davolanish kerak.